Instagram'a koyuvermeyin. Şurada. Oturmayın yeter. Kalın sıçrar. Şurada. Kim var doktor halimiz. Bunu bir düşler. Taş. Aynasını bilmayman, simentalda. Ya şu uruk koyak-ku. Bilmadim. Men 2-3 oy bo'ldi-da, olib kelganimga. Bir xil odam so'raydi, enasi nima, otasi nima deydi. Hech kim bilmaydi. O'zimni sigirim bo'lsa. Choy bo'ldi olganingizga. Choy bo'lyapti. Bundan oldi. Qariyb 30. 28, 29. Bo'ldi. Sütteler. Bunu taşlarım, üçlerimi tarrayda üçlerden de buyurun. Aylantıp gitkenmedi, kısmayın. Canı var degan, qo'ldan kelgan. Yaxshi be. Bugün shug'ullanaman. O bilan unday qalinmasmagan qo'shnilar, qo'ydilarga aytdilar endi, uni aytsa arazlab qolaman. Balki shu ekan. Birovlar kelganda. Güzel bo'ladi. Hamla baktı. İlk defa bize onun gözleri çıkarsam çıkamayın şunun içine. Şahane değil mi? Bu qoldi, ya. Ha, nechta qoldi? 6 dan 5 ta. Zo'r kovlar ekan, anu ronni tushyapti-da. Bir xil joy mana shunday, mana bu yerga kovladi, mana shuncha katta kovladi. Chekdiki, mana shuncha joy bu. Bu ronnida buni qarang. Qarqonni bozor olyapti. Bunday 13 ta tashlayman dedi. 8 metr kovlayman dedi. Keyin kovladi abedgacha, aka dedi. Ozgina qiyin dedi. Shu yetadi dedi, ha. Ha? Ya, tushgani ya. Bu praqsa. Sal qattiqroq chiqib ketavergan. Ha, o kerak emas dedi. Samon keldi uyga, samonni tushirish kerak. O'zi 13 ta edi. Mayli, nima deyman? Yo'q deyapti-da. Abedga chiqinglar desam, yo'q, birdaniga bo'p chiqamiz dedi. Baribir o'sha ishini qildi-da, o'zini xohlaganini qildi-da. Yana bitta kelsam zo'rda, o'ziga ham pul, menga ham nima, sizlarga ham baribir shu yo'l kerak-da, bittaga ham. 13 ta olib kelamiz, men 12 ta olib keldim. Ha. Aysha maktab. Voy, qistirib qo'ydingizku.
10 ta tashlab ko'rganmiz-da bu yerda. Azaldan yuribdi. Nimaga? O'ldiruvdilar? Ha? O'ldiruvdilar? Nimaga tashlab? Chuqurga. 6 metrga tashladik, ko'rishni. Bunlar azob qilyapti. O'zi ana shu turpog'ini olish kerak ekanda azob berdi. Muammo to'g'ri deyishyapti. Talablar. O'zimga chiqo'ying birdan. Bunisi tamam. Surxonga ketib qolaylik. Yomon shoshib ketdi-da, taksini chaqirdi, shundan obedni qilib ketamiz dedi-da. Birdan kelib tushdimi? Ha, keldi, kiyimni almashtirdi, nima qildi? Tushdi. Ozgina nima qildiki, keyin zaftiri qildi. Yumshoq-ku, zo'r ketdi mana 3 metr bor-ku. Keyin u yog'i qattiq-ku deyapti-da. Keyin aytayaptiki, dedi, u yog'i qattiq, menimcha dedi 6 metrga to'xtaymiz dedi. Qattiq chiqyapti dedi. Keyin yana yumshoq chiqdi-da, ozgina 1 metr qattiq chiqadi-da, mana bu yeriga ham kovladi ikkita. Ular bunaqa yumshoq chiqmadi, ular qattiq chiqdi boshida. Suv ketganda. Ha, bunga suv ketgan-ku. Qishi bilan shuncha suv ketganda. Pulli yo'g'ida garadiysan. Ayolga Nima ko'rdi bu? Ha, ozgina